Bala hammangizga salom. Sizlar bilan har doimgidek qarsa. Men o'zimga yangi chiroyliroq skin topib olgandim. Mana men o'ynaydigan skinlar bu o'zimiz skin bilasizlar. Buni topib olganman. Bu o'zimga yoqadi. Bugungi videoda men shu skinni o'ynamoqchiman. Bu modli Jovanning ikkinchi qismi bo'ladi va men Minecraftga yangiroq versiya qo'shganda unda CD olamiz. Sizlarga shu zo'r set ko'rsataman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yo, aytgancha bu yerga kirib ko'raylik, nima bor ekan o'zi bu yerda. Bu nima o'zi? Snover Fillet, Trail Chambers, Epic Jungle, Survival Island. Atak bize bu yerda tanlasak bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek shuncha narsani qilib oldik. Endi buni ham qo'shamiz. Buni ham o'lganlar ko'rsatib turadi. Terraspawn. Buni ham qo'shamiz. Creative Warlord. Creative. Kiradi. Xullas hammalarga yana bir marta salom. Sizlar bilan katta ko'pgina modlarni qo'shganman va bu hacker deb yozamiz. Bu yerda uji bizada bu tapur, kirka, daraxt, kart, boshqalar kiramiz. Adashmasam qishloq bo'lishi kerak. Va kutilgan qishloq. Ana, men shidar ham qo'shganman. Energiya e'tibor bermay bag yo'q bo'ldi. Xullas bu qishloq qanaqa ekan ko'rish kerak. Uje unga partalam bor ekan. O'tgan bor ko'rish kerak. Bu kim miskin deb o'ylaysizlar? Bu futbol o'ynaydi. Başlamış geliyor. Bu videoda neçe marta olacağımı ne koşamıyorlar kendileri. İngilizce öğrettik ana tur beğenmeydi. Yaxshimiz o'ylashing kerak. Yo'q, qo'rashingizini. Mol yubus chume kondasu nima qilyapti? Xullas Minecraft bug bo'lib qoldi menga. Tosh olish uchun yuguribgina ketib qoldim. Adashmasam mana bunaqa kelardi. Menimcha buni kiymaganingiz yaxshiroq. Tosh kovlayman. Tezgina kovlaydigan kirkamiz ham bor. Tezgina kovlab tashlaydi. Lekin bitta aybi shu tez san'atda bor. Ujumina 30 bitta tosh, 33 naqd 33 ta tosh kovlash mumkin ekan. Cho'chqami? Assam xoromadi. Ko'zimga ko'rinmay. Mayli bola ekan u. Shu narsani tashlash kerak-da. Bu tashalmayapti biri. Shunday qilik. Uji palatda nimadir bor. Bu nima uji? Bu
Nima o'zi bu? Hey, mazza qilib qo'yib pishmagangina narsalarni yeb tashlaymiz. Bu yo'g'ini esa qishloqiga qoldiramiz. Qani Uju bizada barsak 3 ta to nima deydi o'zi kartoshka bor ekan. Va biza buni bitta nima ekan? Xaritani kompas hech nimaga kerak emas hech qaysi. Iltimos pechka yasaylik. Ve şu yemeği narsalar gidip bitti xullas. Tek bunu koyup bize 2 ta 3 ta 4 ta pechka yasab olamiz. Bunu esa bo'tga qo'yamiz va somon qo'yamiz. Somon yoqish mumkin emasmi? Buni qo'yaveramiz. Va endi toshga kuchayishimiz kerak. Buning bizga daraxt kerak bo'ladi. Uju biza daraxt ham olamiz. Gola. Ya, endi esa bilan tayoqcha yasaymiz. Va biza konga tushishimiz ham kerak bo'ladi. Kartoshka shotmasmi? Yo, men bundan adashmasam tayoq yasamoqchi edim-ku. Uja biza bolta, tapor yasaymiz. Bu kondan menimcha hech nima chiqmaydi. Chiqadigan va shiyongiram, ro'likan va shiyongiram, ro'stalikan. Yo, o'ynani qaranglar, chiste aka. Bitta nima bor ekan. Atik ikkitami? Yo, bu kira bo'lib qoladi. Nega yana bitta iltimos. Yo, men ishtonim bor endi. Yaxshi temirchakani o'rasotasiz. Arzonlashtirasizmi? Hoppa. Hech nima o'zgarmagan-ku, to'ppay. Keyingi videomizda 10-qishloqda bo'ladi degan umiddaman. Like bosib qo'ying, kam bo'lmaysiz. Obuna ham bo'lib qo'ying. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Bu video shotgacha ko'rgan bo'lsangiz sizlarga katta rahmat. Bu pechkalarni sindirsammikan, sindirmasammikan? Uyimiz qaysi tarafda bo'ladi o'zi? Mushukcha. Bu yo'llarda yana qishloq bormi yo bu cheklangan qishloqmi? Koordinatalar 396 73 Yo, bu uymi? Bu ham o'zim bir mazza qilib yashaydigan birda. Endi esa konga tushib narsalarni o'marib ketamiz. Chiqish mumkinmi? Temir bizlarni kutdimiz. Yo, kirmagan yaxshi. Lekin bu yerim atigi shu yer qishloq. Shuyam qishloq demaymiz. Bu temirchini uyga adashmasam qurdik. Vau, zo'rgina joy ekan. Nima? Kapaytirsam ekan. Potato.
adashmasam yo'qda ko'rmay qoldim. Ko'rdilarmi? Speedrun. Qanasizlar o'lishinglar kerak. Chiq. Sen hali o'lmaysan. Oxirin shlem yasaydigan narsa kerak-ku. Shlem yasaydigancha. Shunaqa narsa sindirding. Tupoy. Atga shu o't tushdimi bu? O't tushdimi? Atga shu o't degani o't. Tupurdim lekin boru. Bu yerda ham yo'taver ekan. Buni olamiz va bu yerga qo'yamiz. Yo'q, qo'y bo'lmaskan o'tda. Sen bilaga ko'ra qo'ysin. Ha, o'zimga qarab oyim. Hali bir video davom etyapti. O'sha biza fermerchilik qilsamikan deb turibman. Bilmayapman. Galim o'ldirsam ekan. Hozirgina bir ish chiqib qoldi. Telefon kelib qoldi, xullas bo'ldi. Shunaqa bo'lib qoldi endi. Shu cho'chqa degan narsa vashiyam go'shini oldimmi? Voy. Vashiyam beraman lekin. Rostdan lekin. Oh. Qachon yetlab Askletçi oz bölüyor yaman böyle. Evet, çok değil mi böyle? Şu çocuğun gözüne övmeyen göremem. Rastlaylık ya. Partal kurudum ha. O sen mi? O sen mi? O sen mi? O sen mi? Xullas o vardı. Bu samolarda hammasini taxlabgina oldim. Yaqinda yangi yeni akamniki yo'q. Yo'q. Esiz. Gelin böyle. Meni nega urasan, men senga nima qildim? Hatto qo'balaga. Hammasi mumkin ketmagan bo'lsin. Qilich ishton. Agar o'zing sotib olding, lekin o'zing. Yo'yaman lekin. O'ynashma lekin, men bilan o'ynashma lekin. Ha, qo'rqdingmi? Oh my god. Please bro. Qo'rqsang birga bir kan go, men bilan birga bir ushasanmiz degan yo'yaman lekin. Bu yo'q. Hozir ishtonimga yo'lay meni. Keda sen bu yoqqa keda. Yedingmi? O'zing sotib olding lekin. Ya, bo'la, shu yerda video tugaydi. Sizlar bilan katam bo'ldi. Yangi video chiqishi uchun normalniy like so'rayman. Komment ham yozib turing.